Pinduoduo ilovasidan 3 xil usulda mahsulot qidirishingiz mumkin. Ya'ni birinchi usulda kategoriya orqali qidirishni ko'rib chiqdingiz. Endi sizga ikki xil usulni o'rgataman. Bu rasm orqali qidirish va so'z orqali qidirish. Demak, birinchi rasm orqali qidirib ko'ramiz. Buning uchun mana shu tepada turgan fotoapparatchani ustiga bosasiz. Agar kimda bu fotoapparatcha chiqmayotgan bo'lsa, unda telefoningiz nastroykasidan to'g'irlashingiz kerak. Pinduoduo'ni ilovasiga kirib, u yerda sozlamalar bo'limidan kamera uchun hamda boshqa funksiyalar uchun ruxsat berib qo'yishingiz kerak. Demak, ustiga bosamiz. O'zimiz qidirayotgan mahsulotni tanlaymiz. Mana bosdim. Aynan biz rasmda tanlagan mahsulotni va shunga o'xshash mahsulotlarni chiqarib beradi. Har xil magazinlardagi aynan o'sha mahsulotlardan topib berdi va hamma magazinlar har xil narx qo'ygan, ko'rib turibsiz. Har bir ichiga kirib, sifatli tovar tanlash qoidalariga amal qilgan holda, qay biri ma'qul kelsa, shundan so'ng xarid qilasiz. Demak, rasm orqali qidirish usulini ko'rdingiz. Bu hozir men 1088 ilovasida ko'rgan suratimni Pinduoduo ilovasida rasm orqali qidirib topdim. Siz internetda, Instagram, Telegram, boshqa biror bir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan suratingizni yoki uyingizdagi birovga olgan holatda ham qidiruvga bersangiz, Pinduoduo agarda u Xitoy tovar bo'lsa, aynan o'sha tovarni topib beradi. Juda aqlli programma Pinduoduo ilovasi. Xitoy ilovalari juda ham aqlli ishlangan. Sizga aynan o'sha mahsulotni topib beradi yoki shunga o'xshash mahsulotlarni topib beradi. Endi e'tibor bering, tepada faqatgina umumiy qilib belgilangan. Aynan siz men bloknot qidirmoqchi bo'lsam, shunga o'xshash. Mana shuni tanlasam, menga bloknotlarni chiqarib beradi yoki aynan nakleykali joyini tanlasam, menga nakleykalarni topib beradi. Shunaqa yo'sinda qidirayotgan tovaringizni, masalan, siz kostyum qidiryapsiz, lekin poyezdga kostyum yubka kiygan ayolni rasmini qo'ydingiz. Sizga mana shu yerda bittasida kostyumni qo'yib bersa, bittasida yubkani qo'yib beradi va siz yanada qaysi detalni qidirayotganingiz ustiga bosib, bu yerda ham o'shanga qarab natijani olasiz. Kerak. So'z orqali qidirish uchun mana shu lupacha turgan joyga kerakli so'zni yozib olasiz. Ingliz tilida yozsangiz ham bo'ladi, xitoy tilida yozsangiz ham bo'ladi. Lekin sizga tavsiyam xitoy tilida yozing, shunda sizga Xitoyning ichki bozoridagi mahsulotlarni arzon narxlarda chiqarib beradi. Xitoy tilida yozishimiz uchun bizga Google Translate, ya'ni Google переводчик kerak bo'ladi, tarjimon kerak bo'ladi. Uning uchun avvalo Google ga kirib, xuddi shunaqa qilib yozib olasiz va sizga bu yerda boshqa so'zlarni chiqarib berish mumkin. Nastroykasini kitayskiy proshonni rus tilini yaxshi bilsangiz, rus tiliga bo'lmasa o'zbek tiliga o'zgartirib qo'yasiz. Mana bu strelkalarni bosgan holda. Shundan so'ng o'rtada strelkani bosib, mana siz o'zbek tilida yozmoqchi bo'lsangiz, o'zbek tiliga to'g'irlab qo'yamiz. Endi qidirmoqchi bo'lgan narsamizni o'zbek tilida yozamiz. Masalan, men ayollar sumkasi deb yozib oldim. Endi to'g'ri tarjima qildimmi yo'qmi, albatta tekshirib olishingiz kerak. O'rtada ikkita strelkani bosib, bu yerda ham o'sha bir xil so'z chiqsa, to'g'ri tarjima qilgan bo'ladi. Buni kopirovka qilib olamiz. Ustini bosib tursangiz, shunaqa oyna ochiladi. 3 ta nuqtani bosib, nusxalashni bosib, qaytamiz Pinduoduo'ga va mana shu joyga bosib tursak, o'zi mana pastda ham paydo bo'ldi yoki bo'lmasa bosib tursangiz, o'zi stavit degan oyna paydo bo'ladi. Mana paydo bo'ldi. Shuni bosib qidiramiz. Endi buni tarjima qilib ko'rsangiz, buni yana sizda qulaylik yaratish maqsadida qanaqa sumka qidirayotganingizni yanada aniqlashtirish maqsadida uni har xil, masalan, osiladigan sumka qidiryapsizmi, qo'l sumkasi qidiryapsizmi, shunaqa variantlarni chiqarib beradi. Men hozir tarjima qilib ko'rmadim. Siz shu yerdan bittasini tanlasangiz ham bo'ladi yoki umumiy hamma sumkalarni ko'rsatib, pastdagi poisk klaviaturadagi poisk bosib olsangiz, sizga hamma sumkalarni chiqarib beradi. Mana har xil sumkalardan chiqarib berdi. Endi buni ichida qimmat narxlari ham bor. Mana ko'ryapsiz. Original sumkalar shunaqa qimmat bo'ladi yoki toza charm sumkalar qimmat bo'ladi va juda arzon narxlari ham bor, ko'rib turibsiz. Xitoyda o'zi xaridlar, ya'ni mahsulotlar juda ham arzon narxda bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. 1608 yuan, 1609 yuan shunaqa. Ya'ni so'z yordamida ham qidirib topishingiz mumkin. Yanada aniqroq topish uchun siz Google ga yozganingizda, Google tarjimonga yozganingizda aniqroq yozishingiz kerak. Masalan, mana agar brend tovar qidirayotgan bo'lsangiz yoki osiladigan sumka qidirayotgan bo'lsangiz, rangini qo'shib yozishingiz mumkin. Shunga qarab, siz qidirayotgan narsani yanada aniqroq qilib chiqarib beradi.